Mana hozir ko'rsatib beramiz. Mana. Hech qanaqa bu yerda nagruzkali, qiyin, mashaqqat joyi yo'q. Bemalol hamma yerga siljitib ishlatishingiz mumkin. Ko'chatni olamiz, o'tiramiz, uyoq ochamiz, ko'chatni qo'yamiz, qo'limizda haligini, tagini, tomirini ko'mamiz. Yana o'tamiz, keyingisini ochamiz. Tasavvur qiling, yaxshigina mehnat. Bel og'riydi, tolgandan keyin ichda dam olish kerak, shunga o'xshagan ishlar bo'ladi. Endi mana bu ko'chat ekadiganda shunchaki yumshoq turpoqqa bosamiz, ko'chatni olamiz, solamiz. Solgandan keyin shunchaki mana bu narsani qo'limiz bilan bunday bossak, mana og'zi ochiladi. Shuni ko'taramiz. O'zi tomiri turpoq tagida qolaveradi. Keyingi joyga o'tkazamiz, ko'chat solamiz, ko'taramiz. Solamiz, ko'taramiz, solamiz. Mana shunday. Xullas, mana shu holatda ekib ketaverasiz. Deylik, hozirgi kunda ayollarimiz ham 100-150 ming so'mdan ishlayotgan bo'lsa, mana shu apparat bilan 3 kishi, 4 kishining ishini qilsa bo'laveradi bitta odam ham. Demak, mana unga sarflayotgan pulingiz ancha yoningizga qoladi. Siz 4 barobar ko'p ish qilgan taqdiringizda ham belingiz og'rib tolmaydi. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammalaringiz salomatmisizlar? Xudo xolasa Samat ustaxonasi Markaziy Farg'onani markaziga chiqdi, ya'ni Yozyovon kuruydi yaqiniga. Shuning uchun sizlarga aprel oyi ichi tovarlarimizni aksiyada sotganimizni e'lon qilmoqchimiz. Har xil turli tuman apparatlarimiz bor, yangiliklar ancha-muncha odamlarning qulog'i chalinib, telefon qilayotganlar ham bor, lekin ommaviy e'lon qilganimiz yo'q edik. Endi bugun xudo xolasa e'lon qilamiz. Aprel oyi ichi bizni tovarlarning narxlarini aytib o'tamiz, funksiyalarini boshqalarini. Agar mabodo qimmat bo'lsa, qimmatligini, arzon bo'lsa, arzonligini kommentariyada yozib qo'yasizlar. Shunchalik podeshka qilib, mana shuncha savdo, yana qanchadir jamoa yig'ishga nima edi, erishdik. Shuning uchun qadrdonlar, yana bitta podeshka qilib, videoni boshidan bittadan like bosib qo'yasizlar. Sizlarga mana bunday yangi texnikalarimizdan boshlab videoni ko'rsatishni boshlayveramiz. Xo'p, qadrdonlar, mana shu ko'rib turgan apparatlaring texnikalarga shlakoblokni yuklab beruvchi moslama. Ko'p odamlarimiz manaqa shlakoblok ishlab chiqaradi, lekin xodimlari ishda og'irligidan ketib qolish foizi ko'p bo'ladi. Shuning uchun mana bunday moslamadan bitta shu yerda bo'lsa, kelayotgan shopirni o'zi kerak bo'lsa, narsalar mana shu shlakoblokni yuklab olib ketishi ham mumkin. Xo'p, qadrdonlar, bu moslamamizni birinchi informatsiyasini beraylik, keyin sizlarga narxini aytib o'tamiz. Birinchi yutug'i bu apparatimizni. Mana ko'rib turganlaringdek razvedkada ishlaydi. Eng zo'r yutug'i. Sababi 3 faza hamma yerda ham bor emas. Mana unday kabel totib olib, xohlasangiz dvijokga ulab olib, bemalol ishlatishingiz mumkin. Xo'p, qadrdonlar, mana unday orqasida toshi bo'ladi. Bu toshini endi o'sha shlakoblok ishlab chiqaruvchi 8 ta shlakoblok yuklab qo'yadi. Shu yuk orqa tomondagi balansni ushlab turadi. Sizlarga ikki xil formada bor. Buni ham aytib o'tamiz. Mana bunday tok bilan kelgan kabelning varianti bor. Mana shu o'sha billa keladi, mana shu o'zini sopida joylashtirilgan bo'ladi. Mana bu sopida. Xo'p, endi bunga qo'shimcha sifatida mana bunday pult bilan qo'shib berishimiz ham mumkin. Bunda kabel kelmaydi. Siz kabelga o'ralashib qolmaysiz. Shunchaki mana shu holatda tepaga pastga bosib, shlakoblok ko'taraverasiz. Mana hozir ko'rsatib beramiz. Mana. Hech qanaqa bu yerda nagruzkali, qiyin, mashaqqat joyi yo'q. Bemalol hamma yerga siljitib ishlatishingiz mumkin. Yuklaydigan pritsepingizga olib borasiz. Tasavvur qilaylik, pritsepni ustiga qo'ydik. Shunchaki hozir sal uzoqroq qo'yaylik. Deylik, yaqin masofa ekan degan ish bo'lib qolmasa, mana bu tomonda bo'lsa, deylik, pritsepimiz nari tomonda. Xohlaylik, teparoq ko'taramiz. Teparoq ko'taramiz. Mana. Pritsepimiz balki shuncha bo'ydadir. Xohlasak tushiramiz. Mana shunday holatda tushirgandan keyin mana bu yerda ruchkasi bor. Mana ko'rsatib o'tamiz. Mana bunday splenada bo'ladi. Mana bunday trosli variantimiz. Mana shu narsani shunchaki tortishlik bilan zahvat qisadi. Mana bu zahvati.
Mana shuni tushirib ham qo'yamiz. Mana shu zaxvat o'z shlagabol o'zini o'zi qisaveradi. Yana bemalol ketaveradi. Xo'p, qadrdonlar, mana shu moslamamiz hozir bu 4 tadan qisadigan zaxvat qilingan. 4 tadan shlagabol olaveradi. Lekin buni 5 tadan qilish imkoniyati ham bor. Mana shu zaxvatni ozgina qo'shib qo'yamiz, 5 tadan shlagabol ham ketaveradi. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, mana bunday pult qo'shib beriladigan bo'lsa, $1100. Agar kabelni o'zi bizga yetadi desa, mana undaqa pult qo'shilmaydi. Shunaqa kabeli bilan birga bo'ladigan bo'lsa, $1000 dan beramiz. Aprel oyi ichi. Undan keyingi narxlarda endi keyin o'ylab chiqamiz. Faqat yangi ochilganligimiz uchun bizni podeshya qilgan xalqqa mana shunday arzon tovar chiqarib bermoqchimiz. Boshqa tovarlarimiz ham bor. Shunga o'xshash bitta-bitta ko'rsataveramiz. Bunday anchadan buyon chiqaradigan drabilkalarimiz haqida informatsiya beramiz. Bular razvedkada ishlaydi. Don, xashay, poya, somon, boshqa narsalarni hammasini maydalab beraveradi. Asosiy chorvaga ishlaydigan mahsulotlardir. Xo'p, qadrdonlar, bu drabilkalarimizni narxi aprel oyi ichi 1.700.000 so'mdan boshlanadi. 3,5 kilovatlilardan boshlab. Endi shunga qarab 1.900.000 so'mlik varianti bor. 1.900.000lari 6,5 kilovat, 3,5 оборот yozilgan bo'ladi. Shu 4,5 kilovat chiqadi, 3,000 оборот, ya'ni 2880 bo'ladi asli. Xuddi shu holatda bo'ladi sizlarga. Bu mana shu sotuv joyimizdagi narxlar, ya'ni Yozyovon kurugdagi joydagi narxlar. 1.900.000, 2.100.000, 2.400.000, 2.600.000, xullas 3 milliongacha bo'lgan drabelkalar bor, razvedkada ishlaydiganlari. Xo'p, endi mana bunda 3 fazaga ishlaydigan drabelkamiz ham bor. Bunda ham o'sha somon, xashay, don, yana boshqa narsalar chiqaraveradi. Buni 5 xil setkasi bor. Mana u razvedkada ishlaydiganimizning 4 xil setkasi bor. Ikkita xashay uchun, ikkita don uchun. Buniki don uchun 3 xil, xashay uchun 2 xil. 5 xil nimasi bor? Nima edi? Setkalari bor. Endi buni motori 11 kilovatli. Bu apparatni ishlatish uchun 3 fazali tok kerak. Mana bunday pichoqlarni ham bitta ko'rsatib qo'yasiz. Narxi 8,5 million so'm. Bitta ko'rsatib qo'ying. Aprel oyi ichi, lekin shu joyni ham esdan chiqarmaymiz. Xo'p, qadrdonlar, mana bunday palatkamiz bor. Mana shu drabilka uchun. Ko'pchilikning shikoyati, mana shu drabilkani ishlatsak changib ketyapti, hamma yerda iflos tashlayapti. Xashay don maydalagandan keyin o'zimiz yana bir cho'milib chiqishga to'g'ri kelyapti deydigan holatlar bo'lgandan keyin mana shu narsani yasab qo'ygandim. Odamlarga oson bo'lsin deb. Mana shu drabilkani og'ziga shuna solasizda, mana shu narsani ichiga to'laveradi, dondir, xashaydir, hamma narsa. Sekin zamogini ochasizda, chiqarib bo'lgandan keyin ozgina saqlasangiz changi tinadi. Tingandan keyin shuni ochasiz, mahsulot yuzib olaverasiz. Bu narsa to'liq yerga tushadi, mana bu narsa. Zamogi 4 metr. Mana shunday to'liq pastga tushadi. Mana yelkalarni tushsa u yoq ham tushadi. Xullas, mana shu palatkadan foydalansangiz ham bo'ladi. Palatkamizning narxi o'zi 300 ming so'm. Agar mabodo aprel oyi aloqa chiqadigan bo'lsangiz, mana shu oy mashkullarda 250 ming so'mdan sotiladi. Ammo mana shu joyni sekiroq aytayapmanki, 250 ming so'mdan biz optim chiqarardik. Ash joy ham bor. Xo'p, qadrdonlar, aprel oyida mana bunday garelkalarimiz ham bor. Bu garelkalar atalab pishiradigan akalar, oshxona, choyxona, yana boshqa joylarda, yo gazni uzib ketishgan joylar bor. Shunaqa joylarda, yo bo'lmasa, ana shu hoka yoqqanda tutuni ko'p bo'lyapti deydigan odamlar uchun mana bunday garelkalarimiz ham bor. Bizni video kanallarimizni kuzatadigan odamlar ko'p ko'rgan. Mana shu garelkalar narxi 10 ta skorli varianti bilan adashmasam 1.100.000 so'mida. Mana shu garelkalarimizni 1.100.000 so'mlik variantini 1 million so'mdan, mana shu aprel oyi. 800 ming so'mlik varianti bor. Uni ham bir yo'l ko'rsatib qo'yaylik, ko'pchilik ko'rgan baribir. Mana bu plastmassa korpusli motori bor. Mana bunday alyumin korpusli motori bor. Xullas 10 ta skorli varianti motori bilan billa 1.100.000 so'mida narxi, 1 million so'm aprel oyi ichi. Mana bu motori bilan 800 ming so'mida 100 ming so'm bundan ham tushamiz, 700 ming so'm. Garelkamizni yog' bachogi, shlankalari, kraniklari hamma yo'g'i billa o'zining komplektida bo'ladi. Shu olib borib ishlashga tayyor holatda bo'ladi. Xo'p, qadrdonlar, mana bunday balandroq joyga o't yoqmoqchi bo'lgan akalar uchun mana bu holat.
buni alangasi qancha deydigan odamlar uchun mana shu garelkalar 100 talik 200 talik qozonni o'choqda tasavvur qilaylik, tagini alanga bilan to'ldirib beradi. Atrobotka rasxodi 1 litrdan 3 litrgacha. Siz qancha katta alanga xohlagansangiz ko'proq rasxod qiladi. Pastroq alanga yoqqansangiz pastroq, kamroq rasxod qiladi. Xo'p, mana bunday mini garelkachalarimiz bor. 500 mingdan boshlanadi. Faqat motori hozir bu yerda yo'q, chunki haligi gaz so'rg'ichga o'xshagan motordan foydalanamiz bunga. Uni narxi 500 ming so'mdan boshlanadi. Agar motorlarni o'zgartirish qilmoqchi bo'lsangiz, hali boshqacha motor bering, bunaqa motor bering desangiz, motoriga qarab narxi o'zgarishi mumkin. Xo'p, mana bunday gazoblok ishlab chiqaruvchi akalarimiz uchun katta nimamiz ham bor. Atrobotka garelkamiz bor. Buni yutuq tomoni mana shundoq alanga chiqadi. Xullas, alanga miqdori ko'proq gazoblokchi akalarimizdan informatsiya yiqqanmiz. O'sha tonnali suvlarni isitib bergani juda qulay. Katta alanga paydo qiladi. Rasxodi 1 litrdan 5 litrgacha yoqishingiz mumkin. Deylik, siz katta alanga xohlayapsizmi, 5 litrgacha yoqaverasiz. Bu soatiga, kuniga emas lekin. Agar ozgina minchaya qilib yoqadigan bo'lsangiz, o'sha aytib o'tganimdek, yarim litr 1 litr yoqishingiz ham mumkin. Endi past alanga bo'ladi, shunga qarab ketaveradi. Ana bir narsa, hozirgi kunda hali video qilib chiqardim-ku. Bu narsa o'zi chiqarilganiga ancha bo'lib ketgan. Mana bu Xitoylar chiqargandan keyin bizga ham kirib kelib qanchadir sotishdi. Faqat ochig'i yaqinda ko'rdim 1-2 oy avval 450 ming so'mdan sotishgan ekan. 450 ming so'mdan emas u, biz mana shu narsani yasab ko'rsatib bersam odamlar o'zlari yasab oladi deb ko'rsatib berdim. Ko'pchilik xaridor bo'lib, biz yasagani vaqtimiz yo'q, usta sotavering deyshodi. Shu narsani sotuvga qo'yib qo'ydik. Xo'p, narxi 300 ming so'm o'zi. Buni narxi. Endi aprel oyiga o'zi ko'chat sezon ham 250 ming so'mdan beriladi. Agar 5 tadan ko'p oladigan odam chiqadigan bo'lsa, akalar 220 ming so'mdan qilib beramiz. Faqat 5 tadan ko'p olsa. Bitta, ikkita, ular 4 ta olgan taqdirda ham 250 ming so'mdan. Buni yutuq tomoni 3 ta, 4 ta odamning ishini qilaverasiz. Deylik, ko'chatni olamiz, o'tiramiz, uy ochamiz, ko'chatni qo'yamiz, qo'limizda haligini, tagini, tomirini ko'mamiz. Yana o'tamiz, keyingisini ochamiz. Tasavvur qiling, yaxshigina mehnat. Bel og'riydi, tolgandan keyin ichida dam olish kerak, shunga o'xshagan ishlar bo'ladi. Endi mana bu ko'chat ekadiganda shunchaki yumshoq turpoqqa bosamiz, ko'chatni olamiz, solamiz. Solgandan keyin shunchaki mana bu narsani qo'limiz bilan bunday bossak, mana og'zi ochiladi. Shuni ko'taramiz. O'zi tomiri turpoq tagida qolaveradi. Keyingi joyga o'tkazamiz, ko'chat solamiz, ko'taramiz. Solamiz, ko'taramiz, solamiz. Mana shunday. Xullas, mana shu holatda ekib ketaverasiz. Deylik, hozirgi kunda ayollarimiz ham 100-150 ming so'mdan ishlayotgan bo'lsa, mana shu apparat bilan 3 kishi, 4 kishining ishini qilsa bo'laveradi bitta odam ham. Demak, mana unga sarflayotgan pulingiz ancha yoningizga qoladi. Siz 4 barobar ko'p ish qilgan taqdiringizda ham belingiz og'rib tolmaydi. Shunchaki bosib ketaverasiz. Belingiz mana, belim bukilgani yo'q. Solamiz, ketaveramiz. Agar ko'chat solish keraksa, bitta sherik qilib olasiz. Faqat bosasiz, ko'tarib ketaverasiz. Bosasiz, ko'tarib ketaverasiz. U odam tashab ketaveradi ko'chat. Bu ham bir tez bo'ladi. Xo'p, qadrdonlar, mana shunaqa mayda-chuyda narsalarimiz ham bor. Endi o'zlaringiz bilasizlar, shunaqa narsalar ishqozmanda. Beton ham sharkamiz, navbatimiz beton sharkaga keldi. Buni sopli varianti bu. Mana shu sopini aylantiraveramiz. Hozir bu ustida narsalar bor ekan. Narigilarda ko'rsatib beramiz buni. Beton ham sharkaning narxi hamma yerda 3,5 million so'm sotilyapti. Bizda 3 million 300 ming so'm. Hozir uni qanday ishlashini ko'rsatib beraman. Yer parmamiz. Buni ko'proq uy quradigan akalarimizga yerga qoziq qilib turib, ustiga lenta aylantirib, betoningiz mustahkamligini qiling deganman. Shuning uchun mana shu narsani yasab qo'yganmiz. O'sha yerda dumaloq qilib teshib ketaverasiz. Lapatkada unaqa qilib kichkina miqdorda chuqur qilib kavlalmaysiz. Shuning uchun yer parma qilib chiqarib qo'yganmiz. Buni ko'proq Rossiyada ishlatardik. Buni narxi 250 ming so'm. Xo'p, qadrdonlar, buni ham har xil diametrda bo'laveradi. 30 lik, 25 lik, 20 lik, 15 lik xohlagan razmeringizda. Xo'p, drabilkalarimiz yana kelib qopmiz. Drabilkalarimizni aytib o'tgandek, misli alyuminli varianti bor. 1 million 700 mingdan 3 milliongacha bor. O'rtacha ro'zg'or ishlatadiganlarda 2,5 million sotgan variantlarimizni xolis aytaman, 1 million 900 ming so'mdan aprel oyi ichi. Maqsad
bizni mana shu yerda ochilganligimizni e'lon qilib, shu yerdan foydalanib qanchadir aksiyada sizlarga tovar berib olaylik. Nima deydi? Shunchalik xolis podeshya qilganinglar uchun biz ham xolis qanaqadir sizlarga bir foydamiz tegsin. Xo'p, qadrdonlar, unga erinadigan odamlarga-da bu, ana u to'kim yo'q edi, to'kim past edi deydigan odamlarga poya, yana boshqa narsalar maydalash uchun mana bunday jodilarimiz ham bor. Mana. Solamiz, poyani solib chiqaraveramiz, kesaveramiz. Poya, beda, mosh pres, boshqa changiyapti, yana boshqa bo'lyapti, to'kim past edi deydigan odamlarga mana shu holatda ham bor. Buni narxi 600 ming so'm. Bu narxlarga e'tibor berib qo'yamiz. Aprel oyi ichi bo'ladi. Ko'chadagi balechilarimiz. Xo'p, endi bu tarafga qarab yuraveramiz. Mana bu narsamiz qolib ketyapti ekan. Haligi chet elliklar kosmosga uchayotgan bir davrda bizda tappa apparat tur. Xullas, jigarlar, qadrdonlar, tappa apparatlarimiz ham bor. Narxi 200 ming so'm. Buni qanaqa foydalanishni ko'rsatib berishim shartda, shunchaki go'ngga bosib turib, pappa deb chiqarib qo'yaverasiz. Chunki ancha-muncha joylarda o'tindan ekonom qilishga majburmiz, gazdan, yana boshqa narsalardan endi ag'i boshqaga o'tlab ketib qolishimiz mumkin. Xullas, ancha-muncha tappini nima qiladigan bo'lsangiz, tayyorlab qo'yadigan bo'lsangiz, anu qilayotgan atelyezni tannarxi arzonlaydi. Xo'p, ko'chadagi do'konlarimizni ko'rsatib berdim. Mana bu narsa nima ekan deb hayron bo'layotgan odamlar uchun gul qo'yib qo'yishimiz kerak edi. Shu gul topgan vaqtimiz bo'lmadi. Mana bunday gullarni terib qo'yadigan stelajimiz. Xo'p, qadrdonlar, mana shu holatda bu stelajni qancha sotamiz o'zi? 470 ming so'm bu variantimiz. Bu variantimizchi 500 ming so'm sotamiz, ha? Bo'ldi. Ko'ryapsizlar? 500 ming so'm bu variantimiz, 470 ming so'mdan mana bunaqa yurakchali variantimiz. Gul tuvaylarni joylab qo'yamiz. Mana shu joyini opalarimizga shu tashab qo'yasizlar. 470 ming so'm, 500 ming so'm. Xo'p, navbatda hoka garalkamiz qolib ketmasin. Endi bular ichida nima deydi? Hoka garalkadan tutun chiqadi, qanchadir obro'sizlanib qolmasin. Hoka garalkamiz diskaga qilardik. Hozir o'sha diskani qalinligi qattiq metaldan mana shu holatda yasayapmiz. Sababi diskalarni ham toshaverib, bilmadim ancha kamaytirib yubordi shekilli. Endi mana shunday listdan qilyapmiz. Bu ham motori bilan birga sotiladi. Hali ko'rsatganimiz hoka garalka, atrobotga garalka bilan birga sotiladi. Atrobotga garalkaga ishlaydigan motor bilan birga sotiladi. Plastmassa motor bilan birga 700 ming so'm edi. 600 ming so'mga beriladi aprel oyi ichi. Narigi 10 ta skorli variantimiz bilan 1 million edi. Endi u 900 ming so'mga beriladi. Mana shu aprel oyi ichi. Sizlarga yaqinda video qilib qo'ygandim. Buni ko'proq o'sha yosh kattalarimiz yaxshi biladi. Mana bunday joda apparatimiz mana shunday aylanadi. Qadrdonlar, istasalaringiz mana shu narxini o'sha Soyuzli jodisi deb qidirsalaringiz internetda bir narxini ko'ra olasizlar. Narxlar 4 milliondan pastida emas. 4,5 million, 5 million, hozir hammasi ham peredelga qilingan, remont qilingan, boshqa qilingan. Chunki buni zavodlardan kelmaydi yangisi. Buni ham men ham o'sha yog'lab, sozlab, hamma yo'qni ustanovka qilib qo'yganman. Tagida mana bunday motorlari ham bor. Ko'rib turibsizlar, motorlar ham kichkina emas. Razvedkaga ishlaydi. Mana shu tomondan poyani, moshni nimandirmashdan solasiz, ag'idan shaqir maydalab beraveradi. Buni o'zimizni hozir zamonaviy drabilkadan farqi, donlarni un qilib, kepak qilib maydalab bermaydi. O'zimizni mana bu narigi hozirgi kunda chiqqan drabilkalarimiz maydalab beraveradi. Haligi kepak singari qilib maydalab beraveradi. Hali sotali makalansa maydalaveradi. Bunda unaqa emas. Lekin poyani, mosh, somon, boshqa narsalarni unaqangi changga to'zib olmaydi. Standart bo'yicha nechadir razmerda maydalab beraveradi. Mana qancha qilib maydalab beraveradi. Hali biri uzun, biri kalta ham bo'lib qolmaydi bunda. Narxini mabodo qiziqqanlar birinchi bo'lib telefon qilinglar, 3 millionga berib yuboramiz. Shunchaki 3 million so'm. To'rni ko'rsatib yuborgan 3 million so'm. Qadrdonlar, aloqa chiqarasizlar. Apparat nahadu ishlashga tayyor holatda. Motorlari bemalol yetadi, kuchi hamma yo'g'i joyida. Xo'p, keyingi narsamiz nimamiz qolyapti? Mahsulotimiz ko'paygandan keyin videomiz ham cho'zilib ketar ekan.
Xo'p. Mana bu betona mishalkamiz qolyapti. Sal buni chekaroq. Ey, seni fura urib ketmasin. Ashinlarada tur. Hali yo'lga chiqib ketib qolmagin, yana qiziqishdi. Xo'p. Qadrdonlar, mana bu yerni chiqarib olamiz. Betona mishalkamiz. Buni hozir rolli varianti seximizda turibdi. Rolli variantini ham olib kelib qo'yamiz. O'zi ko'pchilik bu haqida informatsiyasi bor. Mana shu tomonda roli bo'ladi. Rol bilan boshqarsa bo'laveradi. Hali kemani minayotgan kapitanga o'xshab. Bu sopli varianti. Mana shu holatda mana shuni solamiz. Betonni qorishtirib, aralashtirib bergandan keyin shunchaki mana buni bosib turib, mana bu tomonda turgan arvachamizga to'kib qo'yamiz loyimizni. Mana shu holatda. Istasalar internetga kirib ko'ringlar, narxi 3,5 milliondan arzon emas. 3,5 million so'm sotilyapti. Aprel oyiga 3 million 300 ming so'm. Mabodo qiziqsalaringiz, bizning odatimiz tannarxiga qarab turib shunchaki narxni arzon sotib qo'yamiz. Prosta bizning raqobatchilarimiz ozgina biz yomon ko'rib qoladi, ashit joyi chatavroq. Xo'p, qadrdonlar, endi mana shuni sopli variantigacha ish ko'proq bo'ladi. Mana shesternalari, boshqalari bor. Endi odatda 4 million 200 ming so'm sotilyapti, lekin shu narsani 3 million 700 ming so'mdan sotamiz. Qiziqqanlarga sopli varianti 3 million 700 ming xuddi shunday bo'ladi. 0,25 kuba. Mana bu sig'imi. Motorlari 1,5 ming оборот, 3,5 kilovat. Mana bu yerga yozib qo'ygan hamma yo'g'ini. 220 da ishlaydi. Alyumin atmotkali motorli varianti. Xo'p, narxlarda aytdim, ishlash quvvatini aytdim, gazini bosib ishlasangiz bo'laveradi bularni. Baquvvat joyida chiqqan. Faqat buni haligi Rossiyaniki o'xshab yengil formada ishlatadigan bo'lsa, biz o'zbek xalqi hali o'zi mehnatkashku, o'shuna mehnat qildiraman deb o'ylaydi-da, uni pachaq chiqib ketib qoladi. Mashinalar ko'proq uzoqroq muddat ishlayapti. Deylik 4-5 yil ishlatsa bo'laveradi. Endi o'zini ehtiyotiga qarab ag'i. Xo'p, yana nima mahsulotimiz bor? Bo'ldimi? Xo'p, demak, betona mishalkamizni ham aytdik. Yaqinda chorvador akalarimiz uchun qo'y oxir, mol oxir, atala qozon, atala o'chaq, shunga o'xshagan mahsulotlarimizni ham mana shu tomonga terib to'ldiramiz, nari tomonga ham to'ldirib tashaveramiz. Xudo xolasa o'sha kunda yana sizlarga video ishlayman. Xo'p, qadrdonlar, mana shu videoni mana shu ko'rib turganga aloqador bo'lgan odamlarga ulashib tashab qo'yinglar. Ular ham qanchadir arzonga olsin, sizga ham menga ham rahmat aytib qo'ysin. Shuning uchun bittadan like bosib ketishni esdan chiqarmasdan videoni shakacha ko'rdingiz-ku, to'g'rimi? Qadrdonga ulashib qo'yinglar. Hammalar sog' salomat bo'linglar. Samatovni padishah turaverasizlar. Bo'pti. Nima qolib ketibdi? Lokatsiyamizni yana bir aytib qo'ya, eslatib qo'ya. Qadrdonlar, lokatsiyamiz Toshkentdan kelishda Yozyovon kurukka yetmasdan shopirlarimiz yaxshi biladi, radar bor. Shu radar taydamiz. Ya'ni kurukka 200-300 metrdan oldin Toshkentdan kelishda, endi Andijondan kelishda kurukdan keyin. Toshkentdan kelishda o'ng qo'ldamiz xullas. Andijondan kelishda chap qo'lda. Mana shu yerda razvorotimiz ham bor. Bemalol qaytib olib, gaplashib, ko'rib ketsa ham bo'laveradi. Yana kurukda ham razvor qilib qaytib ketsa ham bo'laveradi. Qadrdonlar, lokatsiyamizga bemalol topib kelaverasizlar. Xudo xolasa, sog' bo'linglar. Xo'p.